Assalomu alaykum azizlar, yaxshimisiz, salomatmisiz? Hisobot videosi bilan murojaat qilyapmiz. Esingizda bo'lsa, Allohyo farzandimizga, Soliha Bonuga va 4 oylik farzandimiz, otadan yetim qolgan farzandlarimiz Muhammad Yusufga uy boshlagan edik. Esingizda bo'lsa, bir video bilan murojaat qilgan edim. Mana shu oila, onaxonimiz mana shu 3 farzandi bilan, ya'ni Allohyor bilan Soliha Bonu va 4 oylik Muhammad Yusuf bilan ovloq joyda qir adirda yashayapti degan video qo'ygan edim. Alhamdulillah, Xudoga shukr, bu videomizni ko'pchilik bee'tibor qoldirmadi va bizga plastiklarimizni, ehsonlarni tashlab berishdi. Inshaalloh mana shu ehsonlar bilan mana qurilishimizni boshlaganmiz. Bu hisobot videomiz ozgina kechikdi muhtaram azizlar, Ramazon oyi va ham o'zim safarda bo'lib qolganim uchun. Lekin bu joyda tushgan pullarga ishlarni boshlab yuborganmiz allaqachon. Mana ishlarimiz keldi, xudo xolasa mana hozir ishlarni tushirib, ustalarimiz xudo xolasa juda ham jadallik bilan ish ketyapti. Hatto mana podvallargacha qilib berdik, xudo xolasa. Azizlar, inshaalloh bu videoni hisobot tariqasida qabul qilasiz. Siz tushirib bergan ehsonlar o'z o'rniga kelyapti va yaqin kunda xudo xolasa qad ko'tarib bu uy yana bir demak o'sha otadan ayrilgan oilaga yana bir quvonch olib kiramiz yaqin kunlarda, xudo xolasa. Biz bilan birga bo'ling azizlar. Islomning go'zalligi, shariatimizni targ'ib qiladigan go'zal xulqlar bilan yashashlikda davom etaylik. Muhtoj oilalarga, yetim oilalarga, otasini yo'qotgan ko'ngli yarim oilalarga xursandchilik olib kelishda davom etaylik azizlar. Plastiklarimiz o'sha, telefon raqamlarimiz o'sha. Biz bilan birga bo'ling. Xudo xolasa uylarni chiroyli qilib bitkizib yuboramiz. Videochi bolalarimizga iltimos qilib qo'ygan bo'lardim. Kadrlarda atrofini ko'rsatilsa, xudo xolasa yer olganmiz, qurilishlar ketyapti. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Biz bilan birga bo'ling. Xudo xolasa bu uyni ham birgalikda topshiramiz. Salomat bo'ling.